Rustam Xolmatov 1961-yilda Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanida tug'ilgan. 1987-yil Toshkent xalq xo'jaligi institutini, hozirgi Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini iqtisodchi mutaxassisligi bo'yicha tamomlagan. U o'z faoliyatini Oqqo'rg'on sovxozida iqtisodchi sifatida boshlagan. Keyin bosh iqtisodchi lavozimlarida ishlagan. 1995-yildan 2003-yilgacha Toshkent viloyati hokimining birinchi o'rinbosari sifatida faoliyat yuritdi. Shuningdek, Chinoz va Quyi Chirchiq tumanlarida hokim bo'lgan. 2008-yildan 2013-yilgacha qayta Toshkent viloyati hokimi sifatida rahbarlik qildi. 2016-2017-yillarda Bekobod tumanini boshqardi. 2017-2018-yillarda Jizzax viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida xizmat qildi. 2018-yildan 2019-yilga qadar Toshkent viloyatining qishloq va suv xo'jaligi, arxitektura hamda kapital qurilish kabi yo'nalishlarda hokim o'rinbosari bo'lib ishladi. 4-iyun 2019-yildan boshlab Rustam Xolmatov yana Toshkent viloyati hokimi lavozimiga tayinlandi. Xolmatov Rustam Qurbonnazarovich nomzodi tavsiya etilmoqda. U hokim sifatida viloyat infratuzilmasini rivojlantirish, tumanlarda ijtimoiy infratuzilmani yaxshilash, aholining bandligini oshirish va sog'liqni saqlash hamda ta'lim sohasida mintaqaviy loyihalarni qo'llab-quvvatlashga katta hissa qo'shdi. 30-yanvar 2021-yilda Rustam Xolmatov Toshkent viloyati hokimi lavozimidan ozod qilindi. Bu qarorni u o'zi ariza yozgan holda olgani ma'lum qilindi. Bundan so'ng Agrosanoat majmui xodimlari kasaba uyushmasi Respublika kengashi raisi lavozimiga saylandi. Xolmatov mehnat shuhrati ordeni bilan taqdirlangan. Uning hokimlik davridagi eng muhim loyihalardan biri Chinoz tumani markaziy shifoxonasining yangi zamonaviy binosini qurdirib foydalanishga topshirish edi. Ushbu shifoxona 23,5 milliard so'm mablag' evaziga barpo etildi va yaqin tuman aholisiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishni imkon qildi.